alaykum. 14-mavzu novda tizimining shakllanishi. Xo'p, bu mavzuda birinchi ma'lumot. Novdaning o'sish konusi yuk qobiqli hujayralardan iborat. O'sish konusi yupqa qobiqli hujayralardan iborat. Ikkinchisi, tog'larda keng tarqalgan archa juda ham sekin o'sadi. 5 yoshli archaning bo'yi 10 santimetrdan 15 santimetrgacha bo'ladi. Tog'da 5 yoshlik archa 10 santimetrdan 15 santimetrgacha bo'ladi. Qurilish bo'lyapti. Uchinchisi, aksincha tok kabi ilashib o'suvchi o'simliklar bir yozning o'zida 10 metrgacha o'sadi. Tok yozning o'zida 10 metrgacha o'sadi. Xo'p, to'rtinchisi, O'zbekistonda tez o'sadigan o'simliklarga misol. Beshta daraxtni misol keltirilgan. Tez o'sadiganlarga. Birinchisi terak, 2 tol, 3 chinor, 4 yong'oq, 5 gilos. To'rtinchi ma'lumot, sekin o'sadiganlar. Beshinchi ma'lumot deganman. Sekin o'sadi. Ularga 4 ta o'simlik misol keltirilgan. Birinchisi nok, ikkinchisi do'lana, uchinchisi qatrangi va to'rtinchisi pista. Xo'p, poyalar eniga o'sishda kambiy hujayralari uzunasiga 2 ga bo'linadi va bo'lingan hujayralarning ko'p qismi kambiydan ichkari tarafga, ya'ni ksilemaga qarab o'sib, yog'ochlik tolalariga aylanadi. Qolgan kam qismi esa kambiydan tashqariga qarab o'sib, lub hujayralarini hosil qiladi. Shuning uchun poyada ksilema qavati kengroq bo'ladi. Xo'p, bahorda kambiyga suv va oziq moddalar yaxshi ko'p yetib boradi. Shuning uchun bahorda undan bo'lingan hujayralar yirikroq bo'ladi. Yozga kelib o'sha suv hamda oziq moddalar kam kelganligi sababli kambiydan bo'lingan hujayralar sal maydaroq bo'ladi. Kuzga kelib ular bo'linishdan to'xtaydi. Xo'p, yana daraxtlarni yillik halqalariga qarab turib sharq hamda janubni aniqlash mumkin. Ya'ni halqalarni janubga qaragan qismi kengroq, qalinroq bo'ladi. Shimolga qaragan tarafi ingichkaroq bo'ladi. Yillik halqa janubga qaragan qismi qalin, shimol ingichka. Xo'p, yana eniga tez o'sadigan o'simliklarga misol berilgan. Eniga tez. Bularga ham 5 ta o'simlik misol keltirilgan va ular bo'yiga tez o'sadigan o'simliklar bilan bir xil misol keltirilgan. O'sha birinchisi terak, 2 tol, 3 chinor, 4 yong'oq hamda 5 gilos. Xo'p, eniga sekin o'sadigan o'simliklar. Eniga sekin o'sadigan o'simliklarga 3 ta misol keltirilgan. Ularga 1 nok, shamshod, 3 archa. Xo'p, yana mavzu oxirida berilgan ma'lumotlardan sekvoya-dendron o'simligi haqida. U eniga 46 metrgacha o'sadi. Sekvoya-dendron. Eniga 46 metr. Bitta qubbasida 200 ta urug'i bo'ladi. Va 196 mingta urug'i 1 kilogramga to'g'ri keladi. 196 mingta urug' 1 kilogramga yetadi. 14-mavzu berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.